Assalomu alaykum. Men shizofreniya kasalligi bilan, ruhiy kasalligi bilan kasallanganman. 3-4 yillardan beri muntazam ravishda risperidon, azoliptol, sikladol dorilarini ichib kelaman. Lekin bu dorilar meni kam quvvat, kam harakat, holsiz, lohas qilib qo'ygandi. Keyin Shafiya salomatlik markazining darmon nomli quvvat dorilarini ichdim. Hozir bir haftada ancha kuch-quvvatga to'lib qoldim. Hamma uy ishlarini qila olyapman. Boshqalarga ham o'zimga o'xshagan shunaqa bir tempda tutib turadigan psixический dorilar ichadigan kasallarga ham va kam qon, kam quvvat insonlarga ham shu dorilarni tavsiya qilaman. Menda o'zgarishlar zo'r bo'ldi. Hozir o'zimni o'zim bemalol eplay olaman. Uy ishlarini ham hammasini qila olyapman. Ancha kuch-quvvatga to'lib qoldim. Boshqalarga ham shu darmon dorilarni tavsiya qilaman. Ichib ko'ring. Bu dorilarning hech qanday zarari yo'q. Bu dorilar sink, kalsiy, yod, darmon va uzum shinnasi dorilaridir. Bu dorilar odamni quvvatga to'ldirar ekan, ayniqsa darmon degan shirin dori kuch-quvvatga to'ldirib, odamni sog'lom insonlarday qilar ekan.